Bugungi darsimizni tarmoqlar haqida bo'ladi. Blockchaindagi bu bizga asosan kriptovalyutalarni o'ngga chapga o'tkazishga kerak bo'ladi yoki oldi sotdi qilishimizga ham kerak bo'ladi. Ozgina tarmoqlar haqida va hamyon haqida ham gaplashamiz inshaalloh. Xo'p, birinchisi bo'lib birja ikki toifaga bo'linadi. CX DX, ya'ni Centralized Exchange, ya'ni markazlashgan oldi sotdi va markazlashmagan oldi sotdi. Markazlashmagan birjada prosta blockchain sayt bo'ladi. Siz u yoqqa telefoningizdagi kashloni bog'laysiz yoki notebookingizdagi kashloni bog'laysiz, kripto kashloni, order berasiz, zaявка berasiz. Mashincha, misol uchun Solana olmoqchiman yoki tam Doge olmoqchiman deysiz. Keyin u orderingizni bajarib sizga kashlogingizga olib beradi va bu yoqda ism sharif, adres, mamlakat, lokatsiya, nalog raqami hech narsa yo'q bu yoqda. Markazlashmagan birjalar bu kelajakning birjalari. Va bu yoqda servis ham yo'q, ya'ni qo'llab-quvvatlash xizmati, direktor, ishchilar, xodimlar yo'q bular ham bu yerda. Sababi bu blockchainda tashkil qilingan, avtomat ishlaydi va qozonda bor anaqasiga qarab, ya'ni likvidnostiga qarab, ya'ni qancha tovar bo'lsa o'shanga qarab sizni talabingizni o'shancha vaqtda bajaradi. Misol uchun likvidnost yetmasa, ya'ni talab katta bo'lsa, tovarga va hokazo bo'lsa yetadi. Likvidnost kam bozorda deydi, san so'ragan $1 dan emas deb 1-2 dan olib berishim mumkin deb ogohlantirish beradi. Bu markazlashmagan birja. Markazlashgan birja bu shaxslar tomonidan ochilgan. Misol uchun Binance, bizda mashhur bo'ladigan va buning ichida qo'llab-quvvatlash xizmati, direktori, movullari va hokazolari bor va bu yoqdan siz oldi sotdi qilishingiz uchun kirib ichida albatta siz pasportingizni, mamlakatingizni, adreslaringiz, tug'ilgan yillaringiz va hatto biometriskiy video rasmga ham tushasiz, sizni aniqlash uchun va hokazo. Va pasport muddatingiz tugaganda pasport daniylarni o'zgartirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va bu birjalar har xil shaxslarga tegishli. Misol uchun Binance, Amerikaniki Coinbase, Meksikaniki Mex, misol uchun va hokazo. Ya'ni buni shaxslar ochgan, bu birjani ichida turadi sizni pulingiz. Bunisi xavfli. Ya'ni Amerika misol uchun Binance'ga qanaqadir sanksiya bermoqchi bo'lsa, yo sizlarni tekshiraman deb anaqa qilaman desa, pullaringiz ma'lum bir muddatga yaxlab qolishi mumkin yoki yo'q bo'lib ketishi mumkin. Misol uchun mana FTX degan amerikanskiy birja yo'q bo'lib ketgan 21-yilmidi, 22dami? Короче, bankrot bo'lgan. Ishgal bo'lgan, buni налоговый tekshirish boshlagan Amerikaniki, bu amerikanskiy birja bo'lgan. Bir kundan 2 kunda yo'q bo'lib ketgan bu birja. Endi aytmoqchi emasmanki, hozir siz Binance'ga kirib ishlasangiz pullaringiz yo'q bo'lib ketadi deb. Farqini tushuntiryapman. Markazlashgan birja bilan markazlashmagan birjani. Misol uchun bir xil darsimizda Amerikada yashaydi, aytadiki, men deydi birjada oldi sotdi qilsam 40% nalog to'lashim kerak ekan. Nima qilsam bo'ladi deydi. O'shanda aytaman, markazlashmagan birjadan olib sotsa ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda na bir ism, na bir hech narsa rol o'ynamaydi. Prosta 1 sekundda kashlog ochasiz, bo'ldi. Olam guliston. U kashlogingizni mana shu birjalarga ulab ishlata olasiz. Misol uchun Uniswap, Orca, OneInch, Radium, PancakeSwap, bularning hammasini o'zini tokenlari bor. Misol uchun mana Uniswapga Uni misol uchun biz ishlatamiz anaqada oldi sottida. OneInch ham ishlatamiz. PancakeSwap tokeni Cake. Buni ham ishlatamiz oldi sotdilarga. Endi tarmoqlar bobida, ya'ni blockchain olamida ham o'ziga yarasha tarmoqlari bor. Xuddiki tushunishga oson bo'lish uchun bizda telefon kompaniyasida tarmoqlarimiz bor. Misol uchun Beeline bor,
Ucell, Ustelecom va biz SMS jo'natadigan bo'lsa, u Ucelldan ketadi SMS. Ucell tarmog'idan ketadi. Agar biz Beeline'dan jo'natsak, Beeline tarmog'idan ketadi. Ya'ni aytmoqchi o'tgan narsam tovar o'sha SMS yoki MMS rasmli xabar. Lekin tarmoq yoki misol uchun Facebook Messenger'ning o'zini tarmog'i bor va Telegramning o'zini tarmog'i bor. Shu kabi. Blockchainda ham tarmoqlar juda ko'p va har xildan biz foydalanamiz va ularni birinchi paydo bo'lgan tarmog'i blockchainda Bitcoin bo'lgan, albatta, Bitcoin tarmog'i bo'lgan. Undan keyin Ethereum chiqqan 2012-13 larda. Undan keyin o'zi Solana, BNB, Arbitrum, Tron, Polygon ketdi. Tarmoqlar juda ham ko'p. Lekin sizlar buni yoddan bilib ketasizlar. Sababi muhim tarmoqlar bor, e'tiborli tarmoqlar bor. Misol uchun mana Tron tarmog'i olib sotarlarning ichida, savdogarlarning ichida eng mashhuri. Misol uchun Xitoyga pul chiqarasizmi, Dubayga pul chiqarasizmi? Menda Tronda bergan adresingni deyshadi. U mana bunaqa yoziladi. TRC20 deb aytiladi bu adres, Tron adresi. Misol uchun. BNB bu Binance kompaniyasini anaqasi, o'zini tarmog'i. Ya'ni BNB tokeni ham bor va tarmog'i ham bor BNB. Ya'ni BNB ni tarmog'ini oti BEP20 deb yoziladi. Misol uchun. Muhimi tushunishinglar, ya'ni blockchainda tarmoqli tokenlar bor, o'zining tarmog'iga ega bo'lgan. Albatta bulardan giganti Ethereum, chunki blockchain tarmog'idagi ko'p oldi berdilar, tranzaksiyalar, o'yinlar va hokazolar Ethereum ustiga qurilgan. Undan keyin shu BNB, Tron bu ommaviysi va hozirgi kunda markazlashmagan bozorda eng ko'p ishlatiladigan tanga bu Solana, Polygon va hokazo. Ya'ni men o'zimcha rasmlar qo'yib misol qildim. Ya'ni Ethereum eng kattasi demoqchi edim. Va har bir setda biz tokenni jo'natishimiz mumkin. Faqat farqi nimada? Oluvchi bilan qabul qiluvchini kashilogi o'sha setda bo'lishi kerak. Misol uchun Ethereumda kutayotgan odam bo'lsa, siz unga BNB setida jo'natsangiz, tabiiyki bu boshqa tushadi kashilogiga. Boshda ko'rinmasligi ham mumkin, toki u kashilogiga BNB tarmog'ini o'rnatmaguncha yoki yoki Solana'da jo'natib olishingiz mumkin. Solana'da jo'natib olishingiz mumkin. Bu Ethereum kashilogida ko'rmaydi. Oldingi hamyonlar ma'lum bir tarmoqlar uchun bo'lgan. Hozir endi ommalashib ketdi ancha. Misol uchun mana MetaMask degan kashilog bo'lgan, u faqat Ethereumda ishlagan misol uchun. Va Solanalarni ko'rmagan misol uchun. Tabiiyki yuvoruradi, pul keladi shu anaqa blockchain kashilog, lekin siz kashilogni ko'rmaysiz. Sababi bu setni qo'llab-quvvatlamaganligi uchun. Oldin shunaqa edi. Endi misol uchun Matic degan tanga bor. U Polygon setini tangasi Matic. Agar biz uni Ethereum tarmog'idan yuboradigan bo'lsa, Polygondan emas. Bizning kashilogimizda Matic Polygon setida turgan bo'lsa, Matic ko'rinadi mana ichiga tushganligi. Agar bu yerda Ethereum tarmog'ida turgan bo'lsa, tabiiyki kelib tushgan tanga ko'rinmay qoladi. Oldin shunaqa muammolar bo'lgan, lekin hozir men bu narsalarni nimaga tushuntiryapmanki, misol uchun siz Toshkentdan Amerikadagi akangizga $500 jo'natsangiz, so'rang qaysi tarmoqdan jo'nating. Ya'ni seni walletingda TRX bormi, Tron bormi deysiz. Ha deydi. Keyin Tron orqali jo'natasiz. Bo'ldi. Ya'ni yo menga BNB ni jo'natgan desa, BNB ni jo'natasiz misol uchun. Yo menga Ethereum ni jo'natgan desa, Ethereum ni jo'natasiz, USDT ni misol uchun. Dollar, USDT dollar. Endi adashib u sizga Ethereum setida tashib yuborgan bo'lsa, sizga Polygon setida kerak bo'lsa, ishlatishingizga Bridges degan saytlar bor, Ko'prik degan saytlar bor. U yoqqa kirasiz, sizni Matic tangangizni olib Ethereum setidan Polygon setiga o'tkazib beradi. Buni keyinchaligina o'rganishingiz mumkin.
hozircha bizani savdolarimizga umuman aloqasi yo'q, lekin trader sifatida bu narsalarni bilishinglar juda shart. Oldin Ethereum seti juda ham qimmat edi. Va misol uchun pul o'tkazadigan bo'lsangiz, Tron setida TRC20 da $1 olsa, $100,000 o'tkazsangiz ham, Ethereum setida $7 olar edi. Hozir alternativlari ham chiqib ketdi demoqchiman, sizlarni o'shaning uchun edi degan gapni ishlatyapman. Shuning uchun dollarni har xil setda jo'natish mumkin. Faqat xizmat haqqisiga qaraysiz, tezligiga qaraysiz va nagruzkasiga qaraysiz. Misol uchun mashhur setlar nagruzkali bo'ladi. Misol trend men umrim davomida faqat Tronda jo'nataman dollarni. Chunki atrofimdagi do'stlarim, akalarim, ukalarim hammasi Tron kashlariga ega bo'lganligi uchun 1 minutda yetib boradi. Misol uchun necha ming dollar jo'natsangiz ham. Xo'p, markazlashmagan birjada misol uchun biron bir tangani olib sotishga USDT ishlatilmaydi. Markazlashmagan birjada, DEX birjalarida ko'proq tangalar ishlatishadi. Misol uchun Solana, Polygon, Optimus, Avax misol uchun ZK shunaqa tangalar ishlatiladi va ba'zan shu birjaga moslashtirilgan Wrapped degan versiya bo'ladi. Ya'ni oldida W harfi bo'ladi. W harfi bu tangani yo'qqa chiqarmaydi. Shunchaki u o'ralgan degan ma'noni bildiradi. Misol uchun pullarni taxlaganingizda rezinka taqib qo'yasiz-ku pochkalar. O'shanga o'xshab Wrapped etiladi. Ya'ni mana bu yerda olinadigan narsaga qarasangiz, misol uchun DLMM degan token bo'lsa, parasi Solana, ya'ni Solanaga sotib olasiz. Bu yerda BOB degan token bo'lsa, VETH deb qo'yibdi. Ya'ni Ethereum faqat Wrapped versiyasi. Buni markazlashmagan birjalarda sotib olsangiz bo'ladi. Misol uchun siz USDT berasiz birjaga yoki Ethereum berasiz, u sizga Wrapped Ethereum beradi. Agar siz markazlashmagan birjada kelajakda ishlasangiz, bunga chuqurlashishimiz mumkin keyinchalik. Chunki markazlashmagan birja kimlargadir kerak bo'ladi. Ya'ni ba'zilar muhojirlik yurtida yuradi, ba'zilar chet elda yuradi, pasportidan muammo bo'lishi mumkin yoki xotinini nomiga ocha olmasligini ishonmaganligida. Endi agar sizga mana bunaqa adres beriladi, misol uchun o'rtog'ingiz misol uchun aytadiki, mana Tron setida USDT uchun mana shu adres edi. Agar shu adresdan bitta harf tushib qolsa, pulingiz havoga ketadi. Bo'ldi. Misol uchun mana buni oxirgi harfi, oxirgi soni 4F3, bu yerda misol uchun DDD bo'lib qolsa, u havoga ketadi. Shuning uchun pul jo'natayotganda bosh harfi bilan oxirgi 3 ta harfini tekshiringlar. O'shami? Shunaqami? Ya'ni bu nimaga kelib chiqadiki, kompyuterda, telefonda kopiya olayotganda ba'zan bitta joyini belgilamay qolishimiz mumkin. Oxirgi 2 ta harfi belgilamay qolish mumkin. Va hokazo. Bu narsalar hayotda bo'ladi, lekin pulli ishda biz o'ta hushyor bo'lishimiz kerak. Sababi $5,000 o'tkazayotgan bo'lishingiz mumkin. Ha? Riskovat qilishga arzimaydi. Ya'ni blokcheynda pul yo'qolib qolmaydi, lekin siz adresni to'g'ri bermasangiz, o'sha u havoga uchib ketadi. Ya'ni blokcheyn olamida tokenlarning qadrini oshirish uchun ma'lum bir qismini yoqib yuborishadi. Ya'ni yoqib yuboradi degani yo'q adresga jo'natib yuborishadi. Shu bozorda kamroq qolsin deb uni qadr qiymati ko'paysin deydi. Buni sжигание tokenov deyiladi. Ya'ni tokenlarni yoqib yuborish degan termin ishlatishadi. Har bir tranzaksiya uchun gaz olinadi. Ya'ni gaz deb ataladi. Aslida xizmat haqqi. Misol uchun siz Ethereum tarmog'idan pul jo'natsangiz, sizni pulingizni jo'natayotgan qanaqadir kompyuterlar ishlab beradi sizga blokcheynda. Tranzaksiyani tekshiradi, kodlardan ochadi, yopadi, u qiladi, u shaxsga yetib boradi 1 minut ichida. Va bularga xizmat haqqiga Ethereum to'lanadi. Agar BNB tarmog'idan jo'natsangiz, demak BNB to'lanadi xizmat haqqiga. O'sha anaqalarga. Va pul jo'natayotganingizni aytadi. Gaz haqqi deydi 001 anaqa BNB deydi, misol uchun. Shuncha pul olaman xizmat haqqiga, sen to'g'ri keladimi deydi, misol uchun.
Demak, har bir tranzaksiya uchun gaz xizmat haqqi olinadi. Hamyon ishlatayotganingizda buni sizga kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi tarmoqda siz dollar ushlab turgan bo'lsangiz, misol uchun Tron tarmog'ida ushlab turgan bo'lsangiz, demak, kashlogingizda Tron bo'lish kerak. Tronni birjadagi oti TRX tokeni turishi kerak. Ma'lum bir miqdorda gaz uchun. 1 dollar, 2 dollar, 5 dollar va hokazo. Tranzaksiyalar oz va ko'pligiga qarab kun davomida gaz o'zgarib turadi. Ya'ni droplar tarqatiladigan, ya'ni tokenlarni tekinga tarqatiladigan vaqtlari yoki biron bir keskin bitta tokenga talab oshib ketsa, markazlashmagan birjada, misol uchun markazlashmagan birjada, misol Trump degan tokeni chiqdi-da, u Solana setida chiqdi. Solanani gazi qimmatlashishi mumkin. Shuning uchun gazlarning narxi o'zgarib turadi. Ya'ni muqim bitta narx olinmaydi. Shuning uchun kashlovda o'zi ko'rsatadi. Menimcha narx olaman gaz uchun. Gazlarni hisoblash uchun yozgan gazini, misol uchun 0007 efirium olaman xizmat haqqiga deb yozsa, uni kalkulyatorga, ya'ni Google ga kirasizda, mana bunaqa yozasiz. Ethereum to USDT desiz, mana bunaqa kalkulyator chiqarib beradi. Yozasiz. Mana shuncha Ethereum so'rayapti mendan desa, 22 dollar 40 USD bo'ladi deb ko'rsatib beradi. Va joriy kursini ko'rsatib beradi va hozirgi siz xohlayotgan miqdoringiz dollarda qancha bo'lishini, ya'ni gazlarni hisoblash uchun. Biz shunaqa davrlarda shug'ullandik. Markazlashmagan birjadan bitta tranzaksiyaga 50 dollar to'lardi. Bitta tranzaksiya uchun. Vaqti kelgan 100 dollar ham to'langan tranzaksiya. Hozir 1 dollarga ham yetib bormaydi tranzaksiyalar. Endi misol uchun birjadan pul olib kirmoqchi bo'lsangiz, USDT birjaga o'rtog'ingizdan, do'stingizdan, tanishingizdan, begonadan yoki olib chiqmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa narsa chiqadi. Misol uchun USDT vывод bu yergi skrinda, misol uchun biz hali birja darsini o'tmadik, shuning uchun xavotirga tushmaylik. Chiqarish, ya'ni do'stingizga chiqarish, Ahmadga chiqarib olasiz, siz Toshmatsiz misol uchun. Adresga o'sha Ahmaddan olgan adresingizni qo'yasiz. Set degan joyi bosishingiz bilan mana bunaqa variantlar chiqaradi. Выберите сеть для вывода USDT deyapti-da. Убедитесь, что ваш адрес для вывода и сеть совпадают deyapti. Ya'ni Ahmad bergan set bilan adreslar bir xil bo'lsin, xato qilmagan pulli ish deyapti. Va endi variantlarni qarang. BNB, ya'ni BIP 20 seti xizmat haqqi 0.01 dollar. 1 dollar ham emas, 1 sent ham emas. Ko'rasizlar? Ya'ni endi bu yerda komissiya Tronda 1 dollar qimmat, ya'ni BNB dan qimmat ancha. Plazmada tekin, plazmada Aptos, APT tokeni bor, mana misol uchun. Bu yerda 1 sent. Ethereumda undan ham arzon mana. Oldin mana Ethereum eng qimmati bo'lganda, men 7 dollar tepada yozib qo'yganman-ku, hozir o'zi arzonlashibman. Bu bugungi skrinda. Arbitrumda 0.49 sent xizmat haqqi oladi. USDT ni chiqarishga qancha miqdorda bo'lsa ham. Blockchainning miqdori o'lchanmaydi, aniq tranzaksiya xizmat haqqi olinadi. Solanada chiqarilsa USDT 0.18, Polygonda 0.65, Telegram setida 0.17. Misol uchun Telegramingizdan, Telegramdagi kashlovdan birjaga pul jo'natayotganingizda dollari setni ton degan setni tanlaysiz va o'sha ton adresini olasiz birjadan. Birjaga hali o'tamiz. AVAX, Optimism, Cielo, Polkadot misol uchun, NIR, ko'rasizlar, hamma savdoda hozir ishlatayotgan tokeninglar tahlilga hammasi o'zini tarmog'iga ega va ular orqali biz ishlatamiz, real hayotda foydalanamiz. Narxlarini men taxminan ko'rsatib chiqdim va o'zingizlar USDT jo'natayotganlarda, misol uchun hozir kunda arzonlardan, misol uchun BNB, Arbitrum ham arzon bo'lishi kerak, 0.05 misol uchun. Anaqa qimmat hozir, Tron qimmat. Tron qimmat bo'lsa, nimaga Trondan foydalanasiz? Abdulaziz so'rasanglar aytaman. Meni o'rtoqlarim, tanishlarim, aka-ukalarim hammasi Tronda kashlovga. Ya'ni Tronda tranzaksiya qilishadi. O'shaning uchun
ular BNBda mendan pul qabul qilish uchun hech narsa kerak emas u. Ular menga BNBda jo'natish uchun, misol uchun, ozgina BNB solib qo'yish kerak o'sha kashelogga, $5-6. Endi misol uchun biz kashelogda uzoq muddatga solib qo'ymoqchi biz. Misol uchun mana kashelog ochamiz. Любой App Store'da, Play Marketda uning ichiga biz Dogi solib qo'ymoqchi biz. Bizda shunday xabar borki, Dogi 2027-yil vashi $10 bo'lib ketadi, misol uchun $5. O'shanda Coin Market Cap saytiga kirib, biz Dogi coinni belgilaganimizda, mana reytingda 10-o'rinda ekan ablah itvachcha. Kontrakt degan bo'lim bor. Mana mana shu yerdan Dogini adresini olamiz. Bu adres nima kerak bo'ladi? Misol markazlashmagan birjada qaysi tokenni olmoqchisan bu pulingga deganda mana shu adresni qo'yish uchun. Mana BNB degan adresi, Osmosis tarmog'idagi adresi va Dogechain o'zini Dogini tarmog'i bor mana. Dogini tarmog'idagi adresi va aytayotdiki, mana shu kasheloglarni podдержка qilamiz. Trust Wallet, MetaMask va hokazo. Va undan tashqari, misol uchun Dogini belgilaganingizda yuqorida chartdan tashqari, ya'ni narxdan tashqari market degan bo'lim bo'ladi. Coin Market Cap'da. Bu yerda siz qaysi bozorlarda borligini ko'rasiz. Misol uchun mana Dogecoin, Binance, Coinbase, Upbit, OKX, Bitget, Gate, Bybit, KuCoin, Mex va bu yerdagi joriy narxlari, misol uchun. Price mana. Nesh puldan bir-biridan farq qilyapti. Misol uchun Upbitda 69.34, Coinbase'da 69.51. Lekin xayolingizga kelmasin, bu yerda olib bu yoqqa olib kirib sotsam-chi deb. To siz komissiyalarni to'lab, harakat qilib, bu yoqqa kirguningizgacha bu narx ham mashinga kelib qoladi. Bu sinovdan o'tgan narsalar. Va market degan bo'limida mana CX turibdi. Bu yerda o'sha Binance, Mex, Bitget birjalarini ko'rsatsa, DEX bo'limiga o'tkazsangiz, DEX bozorlarini ko'rsatadi. Ya'ni mana shu PancakeSwap, Biswap, AppSwap, Uniswap, mana shular markazlashmagan birjalar. Bu yoqqa kasheloglarni bog'laysiz va Dogini BNB wrapped, ya'ni o'ralgan BNB tangasiga olishingiz mumkin bo'ladi kashelogga. Uning uchun mashina ustiga bossangiz, o'sha bozorga primoy kirib ketadi va bozorning burchagida hamyoningni uladigan anaqa knopkasi bo'ladi. Buni o'tamiz alohida. Xavotir olmanglar. Maqsadim hozir mana setlar borligini tushuntirib berish. Tarmoqlar. Ya'ni har bir tokenga har xil tarmoq bo'ladi. Mana. Bu Dogi asosan BNB tarmog'ida chiqarilgan. Va Osmosis bilan Dogechain o'zini tarmog'ini ham podдерживать qiladi. Misol uchun bu endi Dogi bir e'tiborsiz, ya'ni men hech qachon ishlamagan tangam savdo qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ha. Narxi chiqib tushadimi? Ha. Volatilность bormi? Bor. Ya'ni ishlasa bo'ladigan narsa token. Faqat bu ma'nosi yo'q tokenda, просто it bo'ldi. Undan ortiq narsa emas. Xo'p, endi Play Marketga kirib yoki App Store'ga kirib eksperiment qilib ko'ringlar. Sizlardan pul talab qilmaydi. Gem Wallet. Nimaga men Gem Walletni tavsiya qilaman? Hammasini ishlatib ko'rganman. Misol uchun MetaMask 10 ta tarmoqqa podдержка qilsa, 2 ta tarmoqni podдержка qilmaydi. Qolgan 2 tasini podдержка qilsa, 10 tasini podдержка qilmaydi. Hammasi bu. Misol uchun Trust Wallet glitch qiladi. Ko'pincha bor pulingizni ko'rsatganda ham xato ko'rsatadi. Glitch qilyapti. Va hokazo. Trust Walletdan qo'yinib qolgan. Endi walletlar qanaqa narsa? Hamyonli. Misol uchun MetaMask, misol uchun Trust Wallet, Gem Wallet, qaysi birini tutsangiz ham bularning ichida pul turmaydi, shuni bilib qo'yinglar. Bularning ichida pul turmaydi. Blockchainda turadi pulinglar, ya'ni havoda turadi. Havoda turadi. Ya'ni bu yerda faqat informatsiya turadi, bo'ldi. Siz kashelogingizda sani shuncha puling bor, turibdi degan. Shuning uchun qaysi kashelogni ishlatsanglar ham farqi yo'q.
MetaMaskmi, Phantommi, Trust Walletmi, Gemmi. Men misol uchun mana Gem wallet ishlatyapman. Juda ham qulay, chaqqon va короче yoqdi menga, komfortli. Endi qaranglar. Bu kashlovda ikkitagina token turibdi mana. Tron turibdi va USDT turibdi. Vaholanki bu yerda hamma tokenlar bor. Prosta men nima qilganman? Yo'q pullarni o'chirib qo'yganman ro'yxatdan, bo'ldi. Ya'ni bu yoqqa yana tokenlarni turqi ko'rinib turish uchun, misol uchun Bitcoin, Ethereum, Solana balobatlarlar upravlение tokenidan qo'shib olasiz, misol uchun. Muhimi bu yerda nimaga menda Tron turibdi? Bu gaz uchun. Misol uchun $100 gaz solib qo'yganman. $2, $1, $3 mendan gaz oladi tranzaksiya qilganimda. Va bu yoqda misol uchun Ahmadga jo'natmoqchi bo'lsangiz, mana отправить bor. O'zingizga kim Ahmaddan olmoqchi bo'lsangiz, получить bor. Получить bo'lsangiz sizga Tron setida adres beradi. Shuni Telegramdan Ahmadga jo'natasiz. Mana shu adresga menga pul jo'natasan deb. Endi upravlение tokeniga kirsa, mana hamma tokenlar bor. Ya'ni men bunga yozasizlar. Holinglar Coin Marketdan kontraktini yozinglar, originalini topish uchun. Chunki Hasan Husanlari ham bo'ladi tokenlarni anaqada. Ayniqsa mem coinlarni. Bu yerda mana Tron 3x, USDT, BNB, Monet, Bitcoin, Ethereum, Solana ana uzoq muddatga xohlaganingizcha olib qo'ysanglar bo'ladi. Shuni bilib qo'yinglar, Solanalar hozir kappa narxda yuribdi. Misol uchun 50 ming bilan 90 ming o'rtasida yuribdi. Bular indamasdan 600 mingga chiqadigan tokenlar inshaalloh bu sezonda. Hop. Endi men bu yoqqa poizga USDT qo'shmoqchiman kashlogimga desam, so'raydi. Qaysi birini deydi. Qaranglar mana. Trondagi USDT, Tondagi USDT, Aptosdagi, BNBdagi, Avalanche, Cielo, yana nima bor mana? Ethereum, Solana. Misol uchun xohlasangiz BNBni qo'shing. BNBni qo'shingda Ahmadga ayting, menga BNB setidan tashlagan birjendan siz Ahmad sizga BNB setidan tashlaydi. Siz BNB setidan adres olib berasiz. Men получить degan joyidan. Mana bu yerda adres beradi. O'sha uzun so'zni. Ya'ni mana dollar ham har xil setdagi variantlar. Undan keyin misol uchun mana USDT bo'lsa, mana отправлено deyapti. 115 USDT deyilyapti misol uchun. Kami o'tsa mana bu yerda adresi turibdi. Misol uchun set Tron deb ko'rsatyapti. Mana set deganligini o'zi tushunib oldinglar deb o'ylayman. Endi bu yoqdan jo'natishni bosamiz. Misol uchun отправить bossam, mana bunaqa okno chiqadi. Juda ham sodda kashlon ishlatish. Bu yoqqa Ahmaddan olgan adresinglarni Tron setidagi USDT adresini qo'yasizlar, продолжить deysizlar. Keyin narxini yozasizlar. Misol uchun 400 USDT. Va bu yoqda сетевая plata deyapti, gaz uchun deyapti. $5 oldim deyapti. Ablah. Boya jo'natdim. $5. O'zi narxlarni ko'rdinglar, qanaqadir sent 0.0001 0.002 sent. Lekin Tron qimmatlashib ketgan. Trondan boshqasiga o'tish uchun men u odamga aytishim kerak. Davay BNB adres ber, men BNB dan jo'nataman, kashlogingni BNBni qo'shib olgan, bor deyman, chaqqat o'tkazib yuboraman onasangiz, mayli. Va bu yoqda подтвердить bossanglar, pul chiqib ketadi. Endi настройка degan bo'limida kashloklar bo'limi bor. Buni sizlar ochib ko'ringlar, ishlatib ko'ringlar, sozlamalarni ko'rib. Sababi sizlardan pul talab qilmang, tekin turadi bu kashloklar. Kashlok bo'limiga kirasizlar, sozlamadan o'sha yerda mana bunaqa sozlama bor. U hozir ishlatayotgan kashlog'ingiz, men misol uchun all chain deb qo'yganman, hamma tarmoqlar deb qo'yganman. Men sozlamasiga kirasiz. O'zingizning kashlog'ini sozlamasiga o'sha yerdan kirib sekretniy frazani olsangiz bo'ladi. Ya'ni 12 ta so'z. Randomli sizga 12 ta so'zni parol sifatida beradi. Parol emas, kashlog'ga ochib olishga.
misol uchun kashiloni Face ID qilib yuzdan ochiladigan, paroldan ochiladigan qo'yasiz. Bu yo telefonga kashilok o'rnatganingizda so'raydi, senda kashilok bormi, ya'ni import qilasanmi yoki yangi ochasanmi deb so'raydi. Agar import qilaman desangiz, o'sha 12 ta so'zni berishingiz kerak bo'ladi, yozishingiz kerak bo'ladi. 12 ta so'z randomli so'zlar, misol uchun Apple, table, care, wash, mana shunaqa duch kelgan so'zlardan 12 ta so'zni sizga anaqa qilib beradi. Ya'ni yangi kashilok загрузка qilsangiz telefoningizga import qilasanmi yoki yangi ochamizmi deydi. Sizlar hozirgi damda yangi ochasizlar. Bu o'sha sizlarning kashiloginglar. Va sekretniy frazasi qayerda turishini ko'rsatdim mana. Ya'ni kelajagiga olib qo'yish uchun uni Telegramga yozmaganinglar yaxshi, daftarga yozinglar. Qog'ozli daftarga. Agar katta pul saqlasanglar, misol uchun. Sababi Android ishlatadigan bo'lsanglar, Android yirtuv sistema. Yirtuv sistema dotgan Telegramdan kimdir sizga application jo'natadi, oxiri app degan anaqa fayl va bu yerda raisni hammomda ushlab olishdi yoki ozoda yulduzni urdi degan bo'ladi, faqat videoni o'rniga app degan yozib turadi. Shuni bundan ustiga bosasizlar bo'ldi. Hali telefoninglar keyin hammasini danligilarni rasmga olib hakkerga jo'nataveradi. Ya'ni Androidda shunaqa. Bu Apple anaqada ishlamaydi, iPhone'da ishlamaydi. O'shaning uchun niyat qilib qo'yinglar. Mana shu daromadimni ko'paytirsam, o'zim peshana terim bilan noldan kam puldan olib chiqsam, ya'ni asosiy biznesimdan qo'shmasdan bitta iPhone tutaman birjalar uchun deb. Men o'zi oldin yomon Androidni muxlisi bo'lganman. Keskin tanqid qilardim iPhone'ni, lekin Androiddan 2 marta pulimni o'g'irlashgandan keyin ko'zim ochilgan. Yirtuv ishtonligiga. Xo'p, shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Bugun eksperimentalni anaqa ochinglar, kashilok prosta. Ya'ni har bir fuqaroning o'zini kashilogi bo'lishi kerak. Buni App Store'dan yoki Play Marketdan ochasizlar. Kashilokni anaqasi, firmasi Gem. Xohlaylar MetaMask ochinglar, xohlaylar Phantom, ya'ni ChatGPT ga qanday hamyonlar bor desanglar, milliontasini chiqarib beradi. Menga hamma setni podдержка qiladigan hamyonni beringlar desanglar, siz ro'yxatini chiqarib beradi. Men o'zimga yoqtirganim chaqqoni menga Gem yoqdi. Solanani ham podдержка qiladi. Chunki oldingi kashiloklar Solanani podдержка qilsa, Ethereumni podдержка qilmas edi, Ethereum podдержка qiladigani Solanani podдержка qilmas edi. Bizga BNB ham kerak, Tron ham kerak va Solana ham kerak bo'lib qoladi. Markazlashmagan birjada ko'proq tovarlar Solanaga sotiladi. Xo'p. Setlarni tushuntira oldim deb o'ylayman. Mana birjadan pul olib chiqayotganda ham har xil setlarni so'rashini adresga qo'yish uchun va adresdan tashqari set qo'yilishi, summa qo'yilishi va chiqib ketishi haqida. O'ylaymanki, agar og'ir botmagan bo'lsa dars, keyingi darsimiz o'sha birjadan bo'ladi. Ya'ni Binance-mi, MEX-mi birjasini interfeysdan tushuntiraman. Bu dushanbalarga to'g'ri kelar ekan inshaalloh. Salomat bo'linglar. Agar bugungi tarmoqlar bo'yicha savollar tug'ilib qolsa, xohlaylar mendan so'ranglar gruppada, xohlaylar ChatGPT dan so'ranglar kengroq ma'lumotlar olish uchun. Ya'ni bugungi darsimiz tarmoqlar edi.